Avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'yicha eng ko'p berilayotgan savol bitta. Mening pensiyam oshadimi yoki oshirilmaydimi? Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va ijtimoiy nafaqa oluvchilarga bevosita tegishli. Chunki ba'zi odamlar avgustda pul ko'payishini kutadi. Lekin hisobiga avvalgidek summa tushadi. Shunda odam tabiiy ravishda xavotirga tushadi. Meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdimi, pensiyam noto'g'ri hisoblandimi yoki menga indeksatsiya tegmaydimi? Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men kimning pensiyasi oshishi, kimnikida o'zgarish bo'lmasligi, qaysi holatda oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan pul ko'paymasligi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p oilalarga ortiqcha yugur va asabiylashishdan saqlanishga yordam beradi. Avvalo indeksatsiya nima ekanini aniq tushunib olaylik. Indeksatsiya degani pensiya yoki nafaqaning miqdorini davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirishdir. Buning sababi odatda narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ko'payishi, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish zarurati bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu alohida bir odamning arizasiga qarab beriladigan qo'shimcha emas, balki umumiy tartibda amalga oshiriladigan qayta hisoblash hisoblanadi. Oldin qanday edi? Odatda pensiyalar va ayrim nafaqalar davlat rahbarining farmoni yoki hukumat qarori asosida ma'lum sanadan boshlab oshirilardi. Masalan, hujjatda 2 avgustdan boshlab pensiyalar, nafaqalar va boshqa to'lovlar miqdori falon foizga oshirilsin degan mazmunda norma bo'ladi. Shundan keyin pensiya jamg'armasi va tegishli tashkilotlar bazadagi ma'lumotlar asosida avtomatik qayta hisob-kitob qiladi. Pensioner alohida ariza yozmasa ham, agar u ro'yxatda bo'lsa va to'lov faol bo'lsa, yangi miqdor hisoblanadi. Lekin amaliyotda muammo shundaki, hammaning holati bir xil emas. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, kimdir esa pensiya emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Yana kimningdir pensiyasi vaqtincha to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Kimdir chet elga ketgan bo'lishi mumkin. Kimdadir hujjat bo'yicha tekshiruv ketayotgan bo'lishi mumkin. Kimdadir qarzdorlik yoki aliment ushlanmasi bor. Natijada pensiya oshdi degan xabar hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Hozir nima o'zgardi? Odamlar faqat umumiy foizni eshitib, o'z pensiyasiga shunchaki o'sha foizni qo'shib hisoblayapti. Masalan, agar 10% oshsa, 1500 ming so'm olsam, endi 1600 ming so'm olaman deb o'ylaydi. Ko'p holatda bu mantiqan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin har doim emas. Chunki pensiya tarkibida bazaviy miqdor, ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, ayrim ushlanmalar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya hamma qismga bir xil qo'llanadimi yoki faqat belgilangan to'lov turlariga qo'llanadimi? Buni rasmiy hujjat matni hal qiladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz faol holatda bo'lsa, bank kartangiz yoki pochta orqali to'lov muntazam kelib turgan bo'lsa, hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, odatda indeksatsiya sizga ham tegadi. Bunda siz alohida idoraga borib, pensiyamni oshirib bering deb ariza yozishingiz shart emas. Qayta hisob-kitob tizim orqali amalga oshiriladi. Masalan, bir otaxon uyiga 1 million 800 million so'm yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsin. Avgustdan pensiyalar oshirilishi belgilangan bo'lsa, uning pensiyasi yangi miqdor bo'yicha qayta hisoblanadi. Agar to'lov oyining boshida eski hisobda chiqarib yuborilgan bo'lsa, ba'zan farq keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuniyoq menga oshmadi deb xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. Avval to'lov qaysi davr uchun kelganini, qayta hisob-kitob qilinmaganini aniqlash zarur. Ikkinchi toifa. Nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar shaxsga nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'lsa va u amalda to'lanayotgan bo'lsa, indeksatsiya odatda unga ham qo'llanadi. Lekin bu yerda muhim noziklik bor. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan bo'lsa, lekin odam o'tmagan bo'lsa, pensiya vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bunday holatda muammo indeksatsiyada emas, to'lovning o'zi faol emasligida bo'ladi. Misol keltiraman. Bir fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasi sifatida 1 million 300 ming so'm olayotgan edi. Uning nogironlik muddati iyul oyida tugagan, qayta ko'rikdan o'tish kerak edi, lekin hujjat topshirmagan. U avgustda pensiya oshishini kutadi. Ammo karta hisobiga pul tushmaydi.
yoki eski hisob bilan bog'liq chalkashlik yuzaga keladi. Bunday vaziyatda birinchi qadam pensiya jamg'armasiga emas, avvalo nogironlik maqomi uzaytirilganmi, tibbiy xulosa bazaga tushganmi? Shuni tekshirishdir. Uchinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu pensiya odatda vafot etgan o'quvchining mehnat staji va boshqa holatlariga qarab tayinlanadi. Agar oila a'zolari, masalan, voyaga yetmagan farzandlar yoki belgilangan shartlarga mos boshqa shaxslar ushbu pensiyani olayotgan bo'lsa, indeksatsiya ularning to'lovlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu toifada ham yosh o'qish holati. Huquqning davom etishi muhim. Masalan, bola 18 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya olish huquqi davom etadi. Biroq o'qish to'g'risidagi ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Shunda ota-ona yoki vasiya avgustda oshirish bo'lishi kerak edi. Nega kelmadi deb hayron bo'ladi. Aslida masala indeksatsiyada emas, huquqni tasdiqlovchi hujjat yetishmayotganda bo'ladi. Birinchi holat pensiya tayinlanmagan bo'lsa, ba'zi fuqarolar hujjat topshirgan, lekin hali pensiya tayinlash bo'yicha yakuniy qaror chiqmagan bo'ladi. Ular avgustda pensiya oshyapti, meniki ham oshadimi deb so'rashadi. Agar pensiya hali tayinlanmagan bo'lsa, indeksatsiya bevosita mavjud pensiyaga qo'llanadi. Sizga pensiya keyin tayinlansa, tayinlash sanasi va amaldagi me'yorlar asosida hisoblanadi. Ya'ni siz ro'yxatda faol pensioner sifatida turmagan bo'lsangiz, menga alohida avgust qo'shimchasi berilishi kerak degan tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat pensiya to'lovi to'xtatilgan bo'lsa, masalan, fuqaro uzoq muddat pensiya olmagan, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarda muammo bor, vafot etganlik bo'yicha xato ma'lumot tushgan, chet elga doimiy yashashga ketganlik bo'yicha alohida tartib qo'llanayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda indeksatsiya nazariy jihatdan hisob-kitob tizimida aks etishi mumkin, lekin pul amalda berilmasligi yoki tekshiruvdan keyin berilishi mumkin. To'lov faol bo'lmasa, birinchi masala uni tiklashdir. Uchinchi holat. Nafaqa turi indeksatsiya hujjatida ko'rsatilmagan bo'lsa, hamma to'lov ham pensiya emas. Odamlar ba'zan men ham davlatdan pul olaman, demak pensiyam oshadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim to'lovlar ijtimoiy yordam, kompensatsiya, moddiy yordam, bir martalik to'lov yoki boshqa dastur doirasidagi mablag' bo'lishi mumkin. Agar rasmiy hujjatda aynan qaysi to'lov turlari oshirilishi ko'rsatilgan bo'lsa, faqat o'sha toifalar oshadi. Shuning uchun to'lov nomini bilish juda muhim. To'rtinchi holat, pensiya oshgan, lekin qo'lga tegadigan pul o'zgarmagan. Bu eng ko'p chalkashlik keltiradigan vaziyatlardan biri. Pensiya menga oshmadi deydi. Lekin aslida yalpi pensiya oshgan bo'ladi, faqat undan ushlab qolinayotgan summa mavjud bo'ladi. Masalan, aliment, sud qarori bo'yicha qarzdorlik, kredit majburiyati. Ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish bo'yicha ushlanma bo'lsa, karta yoki pochta orqali olinadigan yakuniy summa kutilganidek ko'paymasligi mumkin. Oddiy misol, ayol kishi 1.600.000 so'm pensiya oladi. Undan har oy 300.000 so'm qarzdorlik bo'yicha ushlab qolinadi. Qo'liga 1.300.000 so'm tegadi. Indeksatsiyadan keyin pensiya 1.706.000 so'm bo'ldi. Lekin ushlanma 46.000 so'mga oshgan yoki avvalgi ortiqcha to'lov bo'yicha hisob-kitob qilingan bo'lsa, qo'liga yana 1.300.000 so'm tushishi mumkin. Odam buni pensiyam oshmadi deb qabul qiladi. Aslida esa hisob varaqasini ko'rmasdan xulosa chiqarib bo'lmaydi. 5-holat, pensiya eng yuqori yoki alohida tartib bilan cheklangan bo'lsa, ayrim maxsus pensiya va to'lovlarda maksimal miqdor, alohida formula yoki maxsus qonunchilik qo'llanishi mumkin. Bunday holatda umumiy indeksatsiya to'liq aks etmasligi yoki boshqa tartibda hisoblanishi ehtimoli bor. Men bunday vaziyatlarda albatta shaxsiy pensiya ishini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki maxsus pensiyalarda oddiy hisob-kitob bilan aniq javob berib bo'lmaydi. 6-holat. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, ko'pchilik ishlayotgan pensionerlarga oshirish bo'lmaydi degan gapni eshitadi. Bu gapni har doim ham umumiy qoida sifatida aytish noto'g'ri. Ishlayotgan pensionerga pensiya to'lash tartibi, indeksatsiya qo'llanishi va ayrim ustamalar masalasi rasmiy normalarga qarab belgilanadi. Agar qonunchilikda ishlayotgan pensionerlar ham umumiy indeksatsiyadan foydalanishi nazarda tutilgan bo'lsa, ular ham oshirilgan miqdorni oladi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar faqat ishlamaydigan pensionerlarga berilishi mumkin. Shuning uchun ishlayapman, demak menga hech narsa tegmaydi deb oldindan xulosa qilmang. 7-holat.
bank yoki pochta kechikishi. Ba'zan pensiyalarning huquqi bor, indeksatsiya qilingan, lekin pul tushish sanasi texnik sabab bilan kechikadi. Bank kartasi almashtirilgan, karta muddati tugagan, hisob raqam yopilgan. Pochta ro'yxatida manzil xato, odam boshqa tumanga ko'chgan, to'lov qaytgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda muammo pensiya miqdorida emas, yetkazib berish kanalida bo'ladi. Buni aniqlash uchun bankdan kirim-chiqim ma'lumoti olish va pensiya jamg'armasidan to'lov yuborilgan, yuborilmaganini so'rash kerak. Men amaliyotda ko'p ko'radigan birinchi noziklik shuki, odam faqat karta balansiga qaraydi. Karta balansida esa umumiy hisob-kitob ko'rinmaydi. Sizga 1 million 20 ming so'm pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin karta hisobiga 1 million 20 ming so'm tushgan bo'lishi mumkin. Nega? Chunki ushlanma bor. Yoki o'tgan oyda avans, qayta hisob, ortiqcha to'lov, qarzdorlik yopilishi bo'lgan. Shuning uchun haqiqiy savol kartamga qancha tushdi emas, menga qaysi oy uchun qancha pensiya hisoblangan, undan qancha ushlangan bo'lishi kerak. Ikkinchi noziklik, indeksatsiya sanasi bilan to'lov sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Hujjatda 1 avgustdan oshiriladi deyilsa, bu hamma odam 1 avgust kuni yangi summani kartasida ko'radi degani emas. Pensiya odatda belgilangan grafik asosida to'lanadi. Kimdir oyning 5 kuni oladi, kimdir inigi kuni, kimdir 20 kuni. Agar qayta hisob-kitob texnik jihatdan keyinroq yakunlansa, farq keyingi to'lovga qo'shilishi ham mumkin. Muhimi, siz qaysi davr uchun pul olayotganingizni aniqlang. Uchinchi noziklik. Mening qo'shnimniki oshdi, meniki oshmadi degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Qo'shningizning pensiya turi boshqa bo'lishi mumkin, staji boshqa. Ustamasi boshqa, ushlanmasi yo'q. Bank to'lov oldinroq tushgan bo'lishi mumkin. Sizniki esa boshqa formula bilan hisoblangan. Pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l qo'shni bilan solishtirish emas, o'z pensiya ishingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot olishdir. 4-noziklik. Pensiya qayta hisoblash bilan indeksatsiyani aralashtirmaslik kerak. Indeksatsiya umumiy oshirish. Qayta hisoblash shaxsiy holatga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin qo'shimcha ish staji tasdiqlansa, arxivdan ish haqi to'g'risida hujjat topilsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumot o'zgarsa, pensiya alohida qayta hisoblanishi mumkin. Bu indeksatsiyadan boshqa jarayon. Avgustdagi oshirish sizning eski xatolaringizni avtomatik tuzatib bermaydi. Agar staj noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, arxiv hujjati yetishmasa, ish haqi kam ko'rsatilgan bo'lsa, buni alohida murojaat bilan hal qilish kerak. 5-noziklik. Minimal miqdorga yetkazib berish. Ba'zi pensionerlarning hisoblangan pensiyasi past bo'lsa, davlat belgilangan eng kam miqdorgacha yetkazib berishi mumkin. Indeksatsiya bo'lganda bunday pensiyalarda o'sish qanday ko'rinishi rasmiy me'yorlarga bog'liq. Masalan, odamning hisoblangan pensiyasi 700 ming so'm, lekin amalda eng kam darajaga yetkazilib 80 ming so'm olayotgan bo'lishi mumkin. Oshirishdan keyin hisoblangan qismi o'zgarsa ham, yakuniy summa kutilgan foizda oshmasligi mumkin. Bu holatda nega hammaniki 10% oshdi? Meniki 5% ga o'xshaydi degan savol paydo bo'ladi. Javob pensiya tarkibida bo'lishi mumkin. 6-noziklik, bir nechta to'lov bir kartaga tushishi. Ayrim oilalarda bitta karta yoki bitta hisob orqali turli to'lovlar qabul qilinadi. Masalan, pensiya, nafaqa, bolalar puli, kompensatsiya yoki boshqa ijtimoiy to'lov. Odam umumiy tushgan summani ko'rib xulosa qiladi. Lekin qaysi pul pensiya, qaysi pul boshqa to'lov ekanini ajratmasa, indeksatsiya bor yo'qligini aniqlash qiyin bo'ladi. Bank ilovasidagi kirim izohlarini pensiya jamg'armasi ma'lumotini alohida tekshirish kerak. 7-noziklik. Hujjatdagi ism, familiya, pasport, JSS shir, yashash manzili. Ba'zan kichik texnik xato ham to'lovga ta'sir qiladi. Pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, JSS shir noto'g'ri kiritilgan, bank hisob raqam boshqa shaxs nomida, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, to'lov jarayonida kechikish yoki tekshiruv bo'lishi mumkin. Buni avgustdagi oshirish menga tegmadi deb emas, ma'lumotlarni yangilash masalasi sifatida ko'rish kerak. Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam. Kartaga tushgan pulga qarab yakuniy xulosa chiqarmang. Avval pensiya miqdori bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalansangiz, tegishli davlat xizmatlari portali yoki mobil ilovalar orqali ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bo'lsa, o'sha yo'lni ham ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam,
to'lov qaysi oy uchun kelganini aniqlang. Ba'zan odam avgustda olgan pulini avgustniki deb o'ylaydi. Aslida u iyul uchun yoki oldingi davr bo'yicha hisoblangan bo'lishi mumkin. Pensiyada davr juda muhim. Siz menga avgust oyidan boshlab yangi miqdor hisoblanganmi deb aniq savol bering. Nega pulim kam degan umumiy savolga umumiy javob olish ehtimoli yuqori, aniq savolga esa aniq hisob kitob berilishi kerak. 3-qadam pensiya tarkibini so'rang. Sizga jami qancha hisoblangan? Qaysi ustamalar bor, qaysi ushlanmalar bor? Oldingi oylardan qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov bormi? Shularni bilish kerak. Agar xodim og'zaki hammasi to'g'ri desa, lekin sizda shubha qolsa, yozma tarzda murojaat qiling. Yozma murojaatda menga avgust oyidan boshlab pensiya miqdorim qanday qayta hisoblanganini, indeksatsiya qo'llangan, qo'llanmaganini, ushlanmalar bo'lsa ularning asosini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 4-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasport yoki ID karta, JSHIR, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, agar nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ish staji bo'yicha nizo bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar ham kerak bo'ladi. 5-qadam bankni ham tekshiring. Pensiya jamg'armasi pul yuborilgan desa, lekin karta hisobiga tushmagan bo'lsa, bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Karta muddati tugaganmi? Hisob bloklanganmi? Boshqa qarzdorlik bo'yicha avtomatik yechib olinganmi? Shularni aniqlang. Ba'zan pensioner bankdagi ushlanmadan bexabar bo'ladi va hamma aybni pensiya idorasidan ko'radi. To'g'ri tekshiruv ikki tomondan bo'lishi kerak. Pensiya hisoblandi va yuborildimi? Bank hisobiga kelib tushdimi va keyin nima bo'ldi? 6-qadam, agar sizning pensiyangiz umuman oshmagan deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Masalan, men falon turdagi pensiya olaman. Iyul oyida falon so'm olganman. Avgust oyida falon so'm tushdi. Rasmiy indeksatsiya qo'llanishi kerak deb hisoblayman. Pensiyamga indeksatsiya qo'llangan, qo'llanmaganini, agar qo'llanmagan bo'lsa, huquqiy asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday murojaat masalani ancha tezlashtiradi. 7-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonunda belgilangan tartibda shikoyat qilishingiz mumkin. Lekin men har doim birinchi bo'lib o'z tuman yoki shahar bo'limida pensiya ishini ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki ko'p muammolar texnik xato, hujjat yetishmasligi, bank rekviziti yoki qayta hisob-kitob kechikishi bilan bog'liq bo'ladi. Bunday masalalar joyida tezroq hal bo'ladi. 8-qadam, oila a'zolari pensionerlarga yordam bersin. Ko'p keksalar bank ilovasidan foydalana olmaydi. Hujjatni qanday yozishni bilmaydi. Qaysi idoraga borishni tushunmaydi. Farzandlar, nabiralar, yaqinlar bu jarayonda yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotganda pensionerning hujjatlarini ehtiyot qiling. Kartasini begonalarga bermang. SMS kodlarini hech kimga aytmang. Pensiya masalasida firibgarlik holatlari ham uchrab turadi. Pensiyangizni oshirib beraman, kartangizni bering degan odamga ishonmang. Indeksatsiya rasmiy tartibda qilinadi. Buning uchun begona odamga pul berish yoki karta topshirish kerak emas. Yana bir muhim maslahat, ijtimoiy tarmoqlardagi mish-mishlarga tayanmang. Hamma pensionerga falon million qo'shimcha berilar ekan. Ishlayotgan pensionerlarga umuman berilmas ekan. Faqat ariza yozganlarga oshar ekan degan gaplar ko'pincha noto'g'ri yoki chala bo'ladi. Har doim rasmiy hujjat, pensiya jamg'armasi izohi va shaxsiy pensiya ishingizdagi ma'lumotga qarang. Chunki pensiya masalasi har bir odamda individual hisoblanadi. Xulosa qilib aytaman. Avgustdagi pensiya indeksatsiyasi hammaga bir xil ko'rinishda sezilmasligi mumkin. Pensiya faol bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, to'lov turi rasmiy oshirishga kirsa, odatda pensiya qayta hisoblanadi. Lekin pensiya tayinlanmagan bo'lsa, to'lov to'xtatilgan bo'lsa, hujjat muddati tugagan bo'lsa, ushlanmalar mavjud bo'lsa, bank yoki pochta bo'yicha muammo bo'lsa, qo'lga tegadigan pul oshmagandek ko'rinishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l. Kartaga tushgan summaga qarab vahimaga tushmasligi, pensiya hisob-kitobini rasmiy tekshirtirish, kerak bo'lsa yozma murojaat qilish va hujjatlarni tartibga keltirish. Sizning pensiyangiz bu sizning qonuniy huquqingiz. Uni tushunib, tekshirib kerak bo'lsa talab qilish kerak. Sizda avgust oyida pensiya oshdimi yoki avvalgidek bo'ldimi?
qaysi hududdansiz va qanday holatga duch keldingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men bunday savollarni ko'rib, keyingi videolarda eng muhimlarini alohida tushuntirib boraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va pensiya masalasida yangiliklardan bexabar qolmang.